Assalomu alaykum, Safiya Axliq Balla Tamir salonimizga barliq Gulchiray xonim qizlar hammalarning har joy vaqti xayrlik bo'lsin. Bugungi kutilgan dars olma quvvat bo'lmoqi. Kerakli materiallar olmadan bir dona, so'tilgan qaynoq suvdan muvofiq miqdorda, bir kichik qo'shiq, seriq may, bir ara qo'shiq, yarim qo'shiqqa, cho'ng qo'shiqda shika, ondan bir yarim qo'shiq pishirib tayyor qilingan un. Qizlar boyoq olmamizni to'g'rab, izish mashinamizga tökkandan keyin ustiga muvofiq miqdordagi qaynoq suyimizni, muzdek qaynoq suyimizni to'kib, shu olma suyini chiqarib oldik. Bundaq süzgüçlerimizde süzüp, maştaq tırpını ep qilib, suyida bo'lmoq etimiz. Qizlar boyoqi şeker, seriq may, shu pishirib olgan unimizni olma suyiga quyib oldik. Buni qo'l chalg'uchda tashshi ilashtirib olamiz. Qizlarımıza to'xtamay ilashtiramiz. Qizlar mana olma quvvat bo'lmoqimiz tayyor bo'ldi. Qizlar mana allaylarimizga tayyor bo'lgan. Olma quvvat bo'lmoqimiz tayyor bo'ldi. Bilmagan, tushunmagan yerlar bo'lsa, ayrimxona so'rasanglar bo'ldi. Bugungi dars tamom qizlar.